Bu videoni asosan o'smir yoshdagi qizlari bor bo'lgan ota-onalar ko'rishini so'ragan bo'lardim. Chunki bu ular uchun juda ham foydali bo'lishi mumkin. Oxirgi mana shu yillarda juda ham ko'p shu narsaga duch keldim, bunga e'tibor berdim. Sababi o'smir yoshdagi qizlar, ya'ni aynan o'tish yoshida bo'lgan qizlarimiz juda ham hozirgi kunda katta muammolar bilan, aynan tishlarini sog'lig'idagi muammolar bilan murojaat qilishni boshlashdi va bu haqda izlanganimda ozgina nima uchun aynan mana shu yoshdagi qizlarda bunaqa juda ham katta muammo bo'lyapti deb qidirgan vaqtimda shunaqa narsalarga duch keldimki, bu ma'lumotlarni sizlarga ham bo'lishmoqchiman. Qizlarimiz 11 yoshdan, 12 yoshdan boshlab to 18 yoshgacha mana shu o'smirlik yoshida bo'lishadi, ya'ni o'tish yoshi deymiz. Mana shu yoshda aynan qizlarda bo'ladigan o'zgarishlar, ya'ni aynan o'g'il bolalarda bo'lmaydigan o'zgarishlar borki, qizlarimizda shu o'zgarishlar bo'ladi. Va mana shu o'zgarishlar tufayli ularni organizmida yetarlicha kalsiy va umuman suyaklarga boradigan D vitamin va kalsiyning miqdori tushib ketadi. Va mana shu tushish natijasida bizda organizmda shunaqa bir oyda bir marta bo'ladigan jarayon borki, qizlarimizda mana shu vaqtda aynan suyakdan hamma kalsiylar yuvib chiqariladi, qachonki qonda kalsiy miqdori yetishmasa. Shu narsani izlanganimda mana shu ma'lumotga duch keldim. Qizlarda aynan mana shu kalsiy miqdori yetishmagan vaqtda hattoki tishlardan ham kalsiy miqdori yuvib chiqarilishi yoki umuman tishlarga kerakli bo'lgan kalsiy yetib bormasligi tufayli ularni tishlarida qator o'tkir proseslar boshlanib ketishi mumkin ekan. Va xuddi mana shunaqa muammolar bilan menga 13-14 yosh atrofidagi qizlarimiz oxirgi 2 yilda juda ham ko'p murojaat qilishdi. Ya'ni bu noodatiy bo'lgan holat hisoblanadi. Bitta og'iz bo'shlig'ida 20 dan ortiq bo'lgan o'sha karies jarayonlari boshlanib ketgan. Hammasi har xil darajada. Ba'zilarida endi tishlarga yordam bera olmaydigan holatlarimiz bo'lsa, ba'zilarida endi boshlangan. Bunday jarayonlarda men albatta e'tibor beraman umumiy holatiga va umuman statistikaga qarasam 2 yil ichida juda ham ko'p o'smir yoshdagi qizlarimiz shunaqa muammo bilan murojaat qilishdi va mana shu yoshdagi qizlari bor bo'lgan ota-onalarimizga iltimos qilgan bo'lardim. Birinchi navbatda mana shu qizlarni, farzandlaringizni kelajagi uchun mana shu go'zal tabassum kerak bo'ladi albatta va ularga bu narsa foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu ma'lumot, chunki o'sha qizlaringizni bir yilda 2 marta emas, endi 4 marta olib borishingiz kerak bo'ladi stomatologga. Chunki biz o'zi aytamiz, bir yilda 2 marta bezovta qilmasa ham stomatologga murojaat qiling. Lekin aynan mana shu yoshda qizlaringizni 4 martagacha olib borishingiz kerak bo'ladi. Sababi ular risk ostida, ya'ni mana shu yoshda aynan 5-6 yil. Undan keyin albatta o'zini normal holatiga tushib olishadi.